kadastr tayyor. Ham mamlaqa Chilonzor rayonida mamlaqa akkuratniy joy bo'lsa, yangi qurilgan dom bo'lsa, to'g'rimi? Ham mamlatta suv bor, u ham ko'rasiz, Chilonzor mamlatta Novza metro, mamlatta prokuraturani shuni orqasi bo'ladi. 24 soat 7 kun polniy qo'riqlash xizmati, to'g'rimi? Ham podvolida parkovkasi ham bor, tushunasizlarmi? O'sha podvolda ham parkovkasi bor, ham ortiqcha dom yo'q. A blok bo'ldi. Uyimiz shunaqa uyimizdan bizda bitta dona sotuvda chiqyapti. Bu o'zi bilasizlar, bu yerda o'zi unaqa ko'p sotuvda yo'q. Nimaga? Chunki bu yerda odamlar o'zligi uchun olishadi va kamdan kam odamlar bu yerda olib sotishga qilishadi. Shuning uchun hozirchalik bu bitta uyimiz chiqyapti. 9-etajdan uyimiz 3 xonali uy. Hozir sizlarga uyimiz ichkari qismini ko'rsatamizda, shunaqa mazza qilarasizlar. Ovoradigan joyimi? Ovoradigan joyi deyapti. Og'zini eshitmagan bo'lsangiz, shuni bosib olish kerak. Shuni telefon qilsanglar, bosib olasizlar. Bu uyimiz ichki qismi bo'ladi. Hakik uslubida remont qilib ketilgan. Mana bu ikkinchi razdilniy sanuzlimiz birinchisi bo'ladi va mana buni ko'ryapsiz. Bu ota-onalar uchun yotoqxonasining o'zi. Uyimiz 3 xonali qilib qo'yilgan, 55 kvadratura. Bu studiya formatida remont qilib ketilgan. Mana bu oshxonalarga e'tibor beryapsiz. O'zining balkonlari. Mana buni ko'ryapsiz. Bitta like bosib qo'ying. Bu ikkinchi razdilniy bizning sanuzlimiz bor, ko'ryapsiz. 55 kvadratura, 9-etajda, haqiqatda zo'r. Past telefon nomerlar qoldirgan, aloqaga chiqinglar.